hech kim ko'pchilik tanimaydi-da. Mashhur odam bilan solish. Mashhur emasda o'sha joy bo'lyapti. Sigaret chekyapsizmi, Aziz? Sigaret ko'tib oldim, bilajalar. Shu ko'tib qoldim, mana endi ko'timga sif. Gandon o'p oldim men bilan. Sigaret chekyapti. Mana shu chekmasdim, mana endi sif. Tiqilgan. Senga hayron bo'lyapman. Shuncha yil chekmagan odam qanday sigaret chekyapti? Gandon o'p oldim men bilan. Eng oliy gandon o'p oldim bilan. Chakma sigaret chakma. O'rganib qolasan. Ha, pizziz o'rganib oldim. Bir oydan beri sigaret chekyapman bilan. Nosga o'tib, yengil nos. Ha, nos bilan qizlar bilan o'pisholmaysan, og'zingiz sasiyapti deyveradi bilan. Chay yursang sasimaydi. Men nos bilan o'pishni yaxshi ko'raman, nos. Men o'zlari ham nos chekkidan bo'lib ketadi qizlar. Sovuqmi? Ya sovuq emas, yonboshim og'rib ko'rsam. Dengiz ustida o'tiribman, Aziz. Odil akam kimga cho'qinyapti? Hindistondamiz, Turkiyadamiz aka. Hamma tomon dengiz. Dengiz ustidamiz. Odil aka? Ha, aka. Dubayda qizlar qo'l-ahvolini so'rang. Turkiyani nima qilasiz? Turkiyaga borgansiz, Turkiyani so'rang. O'zbekistonga kelsiz, O'zbekiston. Minnatli ko'p. Nima buncha negativ yozadi bular, biladi, shuni bu. Teginma. Menga qara, Samandar. Bu gandonlarda yig'guncha qancha vaqtimiz ketdi, yozsa yozaversin. Siz kelib ketdi bu gandonlar yig'guncha. Yozaversin. Yozaveringlar. Aziz gandon deb yozinglar hamma. Yaxshimi axir hamma yo'q? Zo'r telefonlar yig'ishtirib qo'yib, o'zim bir miyalar dam berib o'tirdim. Qarasam bir Instagramga kirmaganimga ancha bo'ldi, bugun bir kirib qo'yay dedim. Instagramda ham ochib turish kerak. Odamlar bilmaydi, bilan fake akkauntlar ham daxoya bo'lib ketgan. Bilmaydi. Kim bu? Original akkauntimdan bir ochib qo'yay dedim. O'zi bironta hali TikTokimga ham, Instagramimga ham bu Ihson videolaridan birontasini joylamadim. O'zi hamma xabar topdi, o'zi odamlar qo'yib taylaganmi deyman. Bugun zalda ham gapirishdi, Sardoz o'qidi, Ihson qilib degan. Yoqda ham ko'rishdimi? Hamma joy ko'ryapti. Ha, Joy ko'ryapti. Ihsonlar mana deysiz. Kunuzga? Og'ay Kunuzga Chingiz chiqdimi? bormi, Chingiz? Bir paytlari videolari chiqib turadi. Kunuzga chiqdimi, Kunuzga? Kunuzga chiqdi deyapti, bilmasam. Ikkala aytdi, lekin kunuzga chiqdi. Mana biz O'zbekiston mashina narsalarni olib chiqmaydi. Bizda pul, anu haromiylarni olib chiqadi xolos. Kunuzdanglar. Mana shunaqa ihsonlarni ham olib chiqinglar televideniyalarga. Qayerda bitta haromiylik qilsak, sirraz kunuz, qalampir uz, Menisa kanal va Yeni kanal qilasizlar. Ular yomonlikni olib chiqadi, ular yaxshilik ko'rmaydi, ko'z o'tmaydi ular. Mana shu narsalarni ham olib chiqinglar mana. Ko'ryapsizlar mana qancha odamga yordam berilyapti ro'za Ramazonda, ulug' kunlarda. Qancha ihsonlar qilinyapti. Nech kishi dog'lanyapti, nech kishi uyli bo'yapti, joyli bo'yapti. Mana shunaqalarni olib chiqish kerak. Zo'r bo'ldi. O'zim ham boshqacha bo'ldim. Yaxshi, rahmat sizlarga. Borlaringga shukr. Vahshi dahshat bo'ldi. Endi davomi bo'ladi. Qani motivatsiyaga qarab bo'ladi-da. Ko'ramiz. Odamlar reaksiyasini qo'limizdan keladi dalsh qilish ham. Agar o'shanda rasmiy saytlar, kun.uzlar, qanaqadir bir yaxshi tashkilotlar qo'llasa, motivatsiya bersa, pul bersin emas ular. Prosta bir bash yaxshiliklarimizni ham ko'rsatsa, davomini qilamiz, ko'ramiz. Ana o'shalar ham shuncha yomonligimizni olib chiqadi, bir yaxshiligimizni ham olib chiqamikan, yo'qmi?
Ko'ramiz. Kuzatyapmiz mana jimgina. Shunday. Ya olib chiqish kerak. Olib chiqish kerak. Olib chiqsa yaxshi. Endi bizda bilmayman bunaqa narsalarni olib chiqmaydi, bilmayman rasmiy kanallar ruxsat bermasa kerak. Atak bitta ish qilib qo'ysang, omalekin sirazi olib chiqadi. Mana u deydi, buna ish qilib qo'ydi deydi. Otasi nima deydi, onasi bormi deydi. Mahalla komiteti taqi qarayapti deydi. Shunday. Shunaqa. Azizga bir ritvaga pul tashlab bering deyapti. Aziz musulmon dinida, alhamdulillah. Qayerdan keladi bilan gaplar bilmaysiz. Ertaga indinga o'zi yana sportga qaytamiz. Paka hozir bir kun lirik chekinish qilaylik qani. Hozirroq miyalar joyga olib kelaylik. Aziz Zo'r bo'ldi. zalga chiqayotgan bo'lsang sigaret chakma. Ha, bo'lmayapti. Buni bilad qanday tashlab yuborsam bo'lar ekan endi. Nos chaking, Azizxon, nos. Nosga o'tsang bo'ladi, sigaret tashlab olasan. Ha, nos qiyin. Nosni zo'g'ra tashladim mana 10 yil bo'ldi noschi. Men vash chekmasdim bilad. Ani elektronika o'rganib oldim. Ash Rossiyada elektronika o'rganib oldim-ku. Elektronik tashladingmi yo'qmi? Elektronik tashladim, jig'irdonim qaynab bilad. U o'pkaga suv to'ldirar ekan. Undan sigaret chekdi. Undan sigaret dedi nimasi kamroq dedi, ziyoni dedi. Shunday, u yomon, naborot yomon u. To'g'ri aytibdi. Og'ach Elektronik yomon ekan. Ha? Chingiz bilan gaplashib turasizlar, bormi? Kim u Chingiz? Anochi TikTok bilamiz ham. Yo'q, Chingiz. Qancha bo'ldi gaplashmaganiga Chingiz bilan? 1 yildan oshdi u. O'zi tirikmi, bormi? Bilmasam. Chingizni ko'rmaganimga ham 1 yildan oshdi. Lentadan ham chiqmaydi mendan. Shuni aytaman, yo'q bo'lib ketdi. Kiryaptimi, kirmayaptimi? Cho'nilab tashagan jalab, cho'nilab tashagan bizni. Cho'ni yurib tashagan. Men bu fake akkauntlaringiz lekin yomon zo'r ishladida, lekin. Bossin, gazini bossin bratishkalar ham. Fake-mi? Fake. Sardorda ham daxoya bo'lib ketdi, menda ham naval bo'lib ketdi. Meniki ham ko'paydi, meniki ham. Kim meni fake akkauntimni ochib videolarimni bosaveringlar, shu efirlar. Hali sen dicha borda Samandar brend bo'lgan yo'qsan. Samandar seni podpechkin qancha? 190. Meni fake akkauntlarim podpechki 200 ming, 300 ming. Nima deyapsan? Shuni aytyapman-da. 800 ming bo'libsan sen. Mendan ko'rinam. Hozir mana shu yerda o'tirgan bir 1000 ta odam podpisatsiya tashlasa bir 200 ming bo'ladi. 1 million qilib olay deyapman, xudo xolasa. Bo'ladi. Million deyiraylik. Million deyiraylik. Instagramda qiyin, podpis yig'ish qiyin ekan. Instagramda prosmotr bo'lgani bilan odamlar podpiska bosmasdan ko'radi-da. Tekda gandollar podpiska bosmasdan ko'rar ekan, ko'z tegmasin. Uzoqdan derazadan mo'ralab ketaverar ekan bular. Mana tashlashyapti hammasi podpisasi. Hozir 200 ming ta bo'lib olay. Azizga keyin gaplashaman qarab. Menda ikkita bor. Bittasi 250 ming bo'ldi, bittasi mana qancha bo'ldi bilmayman. Ikkita bor. Ikkovini ham olib ketyaptilar. Ikkovini ham. Agar Samandar Instagramda biz Aziz bilan yetakchiroq ochganimizda hozir 5-6 million bo'laydik. Hali 1 yil bo'ldi shekilli, 1 yilmi? O'tgan yil 1 yil bo'ldi. Ha, shunaqa. Biz bilmasdik Sardor bilan. Sardor Instagram bor ekan desam, ochaylik, shu bilan ochdik. Biz bilmaganmiz Instagramni. To'g'risi.
Instagramga kirmaganmiz. Покажи. Aytamanki o'tgan yili Instagram kirardim, men sizlarni ko'rmasdim Instagramda umuman. Yo'q edingizlar. Qo'yib yurishgan fake akkauntlar qo'yib yurishgan, odamlar qo'yib yurishgan bizlar batllarimizda. Ha, fake akkauntlar bor edi. Bilmasdik. Endi bu Instagramda to'y yo'q-da. Bu yerda bir-biring bilan tomosha qilib o'tirasan. Ammo Aziz aka, TikTokdan bir pul chiqarishni yetishni o'rgating. Bir vaqtingiz bo'lganda bir telefon qilib mana o'qib. nega bilmaysan? Karta ula bo'ldi, tamom. Bormi? Visa karta. Voy, Когда приезжай? ana o'qilar PayPalmi nimani ochish kerak ekan, boshqa Voy. chet davlat merini so'rayapti. Hech qanaqa PayPal, o'z visa kartang bormi O'zbekistonda visa kartasi? Что, проблема, что ли, били купи? Ha, shunday ulaysan bo'ldi, tamom. Problemasi yo'q. Bu Toshkentda tanish yo'qmi? Yoniga borib bir o'qilib, yuzma-yuz gaplashib, tushuntirsa. Ты тогда получи отпуск. Мы отправляем билет. Ha, uni tanish shart emas-ku. Unga o'zing kir, o'sha budjetidan dababit karta degan joy bor, shunga kirasan. O'sha yerda ulaysan bo'ldi. Karta raqamni terasan, Они уже месяц. familiyani terasan, ismingni terasan, kartangni surogini terasan bo'ldi, bilandi. Mana Nima bu yerda problem? Toshkent yo'qmi ekan, o'sha TikTokdan Если pul тебе yetish. билет отправляют, ты один приезжай или... TikTokdan pul sinomat qilish oddiy oson-ku. Menda bo'lmayapti-da shu. Ay, Odil akam pizza cho'qiyapti, bileting tashlab beraman, bir o'zing kelasanmi deya. ay, Voy, ro'za Ramazonda, voy, Xudodan qo'rqmang, voy. Voy, bilat. кто не знает. Voy. Возьми Odil с aka. собой, это подруга твоя подруга. Voy, bil Познакомься. Sardor aka sikishmoqchi bo'lyapti bu, podrugasini ovodyapti. Voy, bilat, voy, ulg'agan kunlari jang qilmanglar, ey, tavba qildim. И да. Podrugasi. Reyta bilan gaplashyapti, Reyta bilan. Rita, TikTokdagimi? Rita kelishkilik. Yana chaqiryapti. Ha, endi bu safar skillar olib kelib. Birinchi safar shans berdik, endi sikamiz degan. Yomon narsa qilmaymiz. Fora verdik birinchi safar deydi, ikkinchi safar endi jazolaymiz deydi. Burilib Samandar. beraylik. Samandar, sen videoda qo'yasan, narsa qilasan, bir Kniga идет, tirnovkani qilmayapsan. только мороз. Amani chaynab yuborib. Задай его, мам. Задай его. Ну, что? Vitamizatsiya nima olish kerak? Mengachi nima olishim kerak men? Природа. Ha? Ребята. Kezga aytaman, lichkangizga yozib qo'yaman. Menda hozir qara mana. Menda manul bor xolos mana, qara. Buni ham ichganim yo'q. 10 kun, 20 kundan beri ichganim yo'q. Chiroyli. Bitta manul bor, mana. Bu narsa chiroyli. Bu unaqa narsalar emas, men bunaqasi kerak. Energetika u, energetik. Men mana bor, buni ham ichgani bu, keyin yo'q degani bitta. Ikkovi kerakmi? Ha? Ikkovimi? Ukol qilinadi, ha. Ha, kachoyli yo'q, men kachoy menga kachoy yo'q, men kachoy men bellarim muncha bo'lish kerak, xipchan bo'lib, nozik bo'lib yurishim kerak. Men kachoyli kerak emas menga. Kachoy bo'lib ketamanmi? Ну покажи. Qorinni qanday yo'qotsa bo'ladi, Samandar? Поженимся. Sardor, qara. Yo'q, qara Sardor. Qara mana, prozeni eng kuchli qorinni yo'qotadigan yugurish ham emas. Qurasan mana, qara. Eng zo'r. Офигеть. Nasi eng ko'p qorinda energiyani А у yo'qotadigan. тебя нету тату? Olasan, dang. А у нее есть тату. Berekka ko'rsing, berekka. Aytirsak. Ну не надо тату. Это Arzda kirgizishimiz kerak. Yozga, xudo xolasa. Yozga. А почему Yozga. больше не играешь? Menga Oktagon liga bitaga beradi. O'tgan safar ham Rashid akam berdi-ku, tayyorlanib.
Hozir chiqsang, hozir chiqsang bilasanmi kimlar bilan tushasan? Katta odamlar bilan tushaman, 100 kilo vesda. Yüz kiloman-da men. Men 100 kilo vesda, o'sha 80da 75 tashib olaman. Xudo xolasa. Narishina keldi. Samandar sen nechi kilosan? Narishina keldi. 80 kiloman. Yechinchi bitta figurani ko'ring. Gaplar deb o'tiramiz. 700 erkeksan. Bilan mashina qilib olishim kerak figurani Sardor, bilad. Onasiniski 30 million sarflab bo'lsa ham shunaqa qilib olaman figuramni. Hozir qattiq kirishdim. Ro'za ham tutyapman, zalda ham tindirmayapman. Ukkolidan bitta olish kerak-da, qorni ertakka. Mo qara, yo, onang. $1200 ekan, prostitutka. Zo'rda, anosi normalniy mana. Ha, pizdes formata bu jalab. Ovqatda qizlar ham siletdim. O'tir. Ha, bizni onangizga qorinda siledim, bunday qilib. Bularga o'tir. Ha, bizni qorinda hammasini bitta qilib silaveradi. Bo'ldi, ishtayman, gapirmang aka. Nima qilasizdan bosda ortib qilaversin. O'qitib gapirmang odamlarga, aka. Efir oching, o'zingiz istamazda ko'ring qiling. Ehson, yig'ishtiring u gaplarni, gapirmang. Mun qara, mana u qara, figurani qara, mun qara, jalab. Asbobni oldigacha muskul bo'lib ketibdi. Buni formasi zo'r buni. Ye onasini. Ты это груди. Odilxon bilan yarashib oldilaringmi? Gaplashmayapman u bilan, o'g'il. Ikkalasi urushib qoldi-da. Odilxon bilanmi? Da. Odilxon semirib ketibdi, Odilxon bilan bunga yaramaydi. Ana ofitsiant это asfon kel. Bu och bo'rida aziz bu soladi hozir. Oldiga chiqqan liboyni uradi bu hozir. Odilxon yaramaydi bunga. Odilxon yaramaydi. Men qara, mana undaqa figura qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Labay. Mana shunaqa figura qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Monolit. G'ashtagan oldiga kelasiz, ustozning oldiga o'zi aytadi. G'ashtaga endi oldiga borsa, ezib tashlaydi bizni. Bilan nету. Это yaramaymiz. Sardor bilan yo kelaylikmi Rashtakan oldiga bir 2 oy zibor qilaylikmi, Sardor? 2 oy tirnoqqa qilsak biz qorinlar qolmaydi. Men undaqa muskul bo'lib ketamiz, muna bo'lib ketamiz biz ham. Bu Gold ham uradi, Gold kurashi ham yo'qda bu. Buni kurash. Aziz buni kurash kuchli bu hozir liboyni uradi o'zini vesida. Bo'g'adi bu. Hozir yaxshi forma tushyapman, ertalab. Yaxshi. Bilat, qorinim yo'qda qara, bilat. Sardor, havas qilasan-da figuraga. Bilat, biz ahvolni qara, jalab. Buni qara, bizni men ham bitta echini ko'rsatib qo'ya, jalab. Sikib o'raman men bu figuramni. Qoragansizlar-ki, nega mutlaqlar. Давай, face to face. Face to face. Bitta lepras. Biz qonimizda bunday siletda qizlar, bularkini bunday qiladi. Biznikini bunday siledi. Bola bizda hech kim yo'qmi chekishga? Men bular samandardan ham arriq edim men. Olmish kelaydim bular. Akalarimiz yo'qmi? Hatto opalarimiz, akalarimiz. Ya hozir biz tashlayapman, xudo xolasa qarab turasan, men qasamyod qildim. Samandar xuyna bo'ladi. Men xuyna bo'lmaydi, mana shunaqa bo'laman, xudo xolasa. Shu formaga chiqa olaman. Samandar onasini emsin bilan odamni puli ko'paygandan keyin qimillagisi kelmay qolagan. Samandar men seni borku, stoykada uraman, javob beraman, uraman seni men. Uraman.
uraman sen. Mayli, tamam. Bu yo'lga keyin maydalar, biroq mana bunaqa. Og'alarimdan. Mana bering. Aziz, ey, Ha. O'zbekistonda yuribsan. Atam Ya bunga bir normalniy papernik topib bir mashhurroq bilan bir solishtiray buni. А как работает, если это морозит? Samandar bilan men bitta boks ishlaymiz. Yengil, xudo xolasa men Toshkentga boraman. Bitta ularni hammasini men o'zim bir ko'raman, fizikasini, boksini. Ularni hammasini o'zim kontrolga olaman. Endi meni qo'limda emas-ku bu bilan urishdi. Ana oktagonga beradi-da. Demoqchiman bironta bir populyarni Kamil bilanmi birontasi bilan to'g'illaylar buni bilan. Hamid biladi. Kamilni kuchi yetmaydi-da, u ham biladi. Kuchi yetida hollar uryapti-da, Sardor. Kamil urushmaydi-da u bilan. Kamil to'g'ib popdi o'zi, urolmaydi ham, mana big'illatib bir pasta bilan. Bo'ynidan olib tishlab. Qirg'izistondan bitta yibancha bor. Qilib yurar. Kim edi shuni oti? Marselmi? Marselmi, Yupitermi, shu gandon bilan solish? Urushmaydi ular. Zaga yo'qmi, o'g'il? Hech kim yo'q. Zaga, Marselim parazinasi yo'q, Sardor u ham. Ashi bilan solishsin. Oktagon kontrakt menda. Oktagonda 5 ta kontraktim bor. Men Praviyada boshqa ligada urisha olmayman. Men Marselga aytdim dedi. Oktagonga kelamiz dedim. Chaqiryapman. Bu boshqa ligaga chaqiryapti meni. chiroyli deyapti. Chiroyli ekan. O, rahmat, Delias. Yomonsan. Qara kulachkada nima chiqmayapsan? Bobur chiqyapti, Bobur Abdulaziz. Osonmasda yo'g'i. Давай. Идем. Aziz bu borku bilan hozir urush kerak populyarni odamlar bilan. Bu nima qiladi biladi? Haqiqiy sportsmenlar bilan, reket kattalar bilan urishib. Bu bilan Sen sportsmenlar bilan urushma, o'zingdan media bayis yasa. Men ham gandullarni uraman ponni. Media bayislar, ponni mana. Media bayislar 3000 to. Mana hozir ana u Bobur Abdulaziz chempion bo'lgan Qozog'istonda oti nima edi? Alash Praytmi? Ha. А у тебя денег нет? O'sha 3000 beraman dedi, o'zi telefon qildi. 3000 beraman dedi, urush berdi. 3000. 3000 beraman deyapti. Urushmaydi. Как дела? Ha, Nechta? ovozga tapib topdimmi? Ana u kim edi o'sha Alash Praytni urib turgan? Ana u aktyor qiziqchi kim edi ismlari? O'zimizdan, anu, Farg'onadan, anu, oti nima edi? Qiziqchi. O'sha bilan solishinglar zo'r bo'y bo'ladi. Oti nima edi? Anu qiziqchini. Не знаешь? Сардора не знаешь? Elyor. Сардора тоже? Kabboyda turnovka qilib, meni jangim odamlarga qiziq, vez O'zbekistonga qiziq, ishanu. Vez O'zbekistonga qiziq, ishanu meni jangim. Biznes ular. lekin Destitilni ashi bo'yni yo'qni qoqishing kerak-da, savobga qolasan. Savob uchun ham urish kerak-da uni. Joni Apasnimi? Apas, u dalbayob Apasni yozib olganmi? Joni Apasni. Sizga u nimasi Apasni uni? Yiban. Сардор чуть-чуть знает второй. Baza qilaman buni videolarini ko'rsam. Lekin rostdan bo'yni yo'q Yiban. Meni so'kib chiqqan, hali borsam sikaman u cho'chqachani. Boray? Nima degan u? Bir so'kib chiqqan harromi meni. Ko'tini yirtaman o'z qirtdi. Твикс тоже Кемеров. Men ko'rmagan ekanman. Baqaloqcha bilan. Bo'yni действительно yo'q ekan, Через месяц назад я был в Москве. Ha? U tabiiy shunaqa bo'yni yo'qmikin, yo'q? Ana u bilan urishsin, bu Aziz Kamil bilan ursa zo'r bo'ladi-da Ну, bu. месяц назад, вот, месяц назад я был в Москве. Ну, я там работал, погулял. Bir gaplashing o'shani, u faqat so'rayapti, bilan Zayba. Kamil pul so'rayaptimi? Ha.
O'sha kuni Gold gaplashdik bilan mana. intervyusini ko'rdingmi? Gold bilan 80 ming so'rabdi. Gold bilan urush uchun 80 ming dollar so'rabdi. Gold 30 ming qilishibdi. Gold 30 mingga urushmabdi. Потом что мне нравится. Bu ham biznes, Sardor, biznes jalab. Hozir men ham 3 to'rtta bo'y o'tkazib olingizki 100 ming deyman men bilan urush. 80 ming so'rabdi Kamil bilan. Kamil ham baribir obro'yisi bor-da, qari bo'lgan bilan. Ha. Kamil yaxshi. Men ham 2 gandon, 2 gandonni uraman, bir 50-60 mingga urishaverman yengil keyin. Нормально, девять. Подходит, вот. Samandar sen hozir solishib yurgan odamlaringni borki tanimaydi-da xalq. Bekor urushyapsan. Mana shuni bloklab yuboring ana buni. Teginmay, yozuv o'qimay nima qilasan? Qachon katta bala bo'lasan, ey? Hozir men bitta screenshot qilib olayda mana shuni. Itaraman uyga borsam. А у тебя? Ну, как раз вот. Ну, как раз вот. Sanga bular nima ish qildi? Dalba yo'q bilasan. Nima ish qildi bular sanga? Nima yomonligi tegdi? Gapiryapsan. Ishi bo'lmasin. Men senga aytyapman, bu gandonlarni to'plash uchun 5 yil 6 yil vaqtimiz ketdi. Билетом вот. Hozir Да это билет, это без проблем, это билет. endi buni Samandar Kamil urushmaydi. Да подожди, купим. Bu Да подожди. kim bor o'zi? Populyarning ham yo'q shekilli, boshqa? Проблема, что ли? Odilxon bilan ikkalasi solishsa qaysi biri yutadi? Odilxonni bu chaynab tashlaydi. Lekin Odilxonni ham stili yaxshi-da. Слушай меня. Odilxonni ham stili yaxshi, ammo lekin urib charchab qolasan. Пойдет? Ey, Odilxon bilan shularni jangini tashkillasak-chi, Odilxon urusharmikin? будет. Как Симпсон. Yo, buni duxi yutami o'zi Samandarni? Seni do'qing yetami? Og'a, men tayyor bo'ypay. Menga Salimga kel degan, men javob bermagan. Ты приезжай сначала. Odilxonni zalingga chaqirmadingmi? Gashi o'chirib telang shuni. Bari ko'rinmas. Har bir ustoz yoniga keladi, salom alaykum qiladi, keyin Да когда это работа у него. Odilxon bilan ikkalasini bitta qo'yish kerak-da, zo'r bo'ladi lekin. Ha. Odilxonni ikkovini qo'ysak, Men javob beraman Samandarga. Jangini ko'rganman. Saturing bilan Taysonni ikkalasini mana shu bola bitta qilib urmasa oktagonda-chida shunday quyday qilib bag'illatib urmasa men bu boladan kechaman. bergan sutlarimizga rozi bo'lmaymiz bilan agar yutkizib qo'ysa ikkovini. hozir professional payz beryapti. 602 rekord. Meniki hali endi 2-1 bo'ladi. Shuni ham olyapman. Ayni urishman. Ya bu yaxshi solishadi bu. Bu Odilxon bilan urishsa bo'ladi lekin. Lekin Sardor bir narsani tushundim. Bu gandonga poni professionallarni beryapti. Media based yaqinlashtirmayapti. Mana 600 beryapti. Buni go'sht qilyapti Qozog'istonliklar, buni go'sht. 600 berib qo'yapti bunga. Odilxonnimi bitta bala urdi-ku. Stoshik bala kimda urdi? Qozog'istonlik. Ana shu bilan chiqsa bo'lmaymi bu? Dalermi, Diyormi kimda otdi? Yo'q, qo'ymayapti. Mana u liga Qozog'istonniki qo'ymaydi. Oktagon ligani boshlig'i ekan, men telefonlashib gaplashaman. Qozog'istonnikida shuning uchun o'ziniki bayslarni ushab haydab qolib yuradi. Unaqa berib yubormaydi. Samandar u bolani ko'rmay o'tib ketadi. Bitta parterga oladi, big'illatadi bu. Gazini bering. Janga beryapti, uni bermayapti shunga. Odilxonni lekin yomon urdi, ha? Что, Абу-Даби тоже красивый. Odilxon yaqinlasholmadi u bolani oldiga. U bola stoyka. Мне не нравится это Дубай. Esa ben kutib o'yapti, bo'ldi, tamom. Odilxon hech narsa qilolmadi. У этого Bu bilan chiqarish kerak, bu bilan samanmi?
Qo'ymayapti. Partiyada yo'q-ku, menda partiya bor. Partiyaga kirib, partiya qo'ymayapti. Menga qara, sen partir qilmayman, stoykada solishaman deb chiqib, amini chiqarib qo'yur, hozir shunaqa. Keyin chiqaverasan, menga partir yo'q deyovdi, stoykada solishaman deyovdi deb chiqaveradi poyda. Bu bilan MMA jalab bilan boks emas, ish kerak. Aldab olib chiqib chiqaverish kerak. Aldab olib lekin действительно Samandarda ham yaxshi boylar bilan, jangchilar bilan solishishni xohlaymizda. Birinchisida zo'r urishdimi, endi bunisiga yaxshiroq odam berish kerak-da bunga. Bunga bilan qaysi tanimagan odamlar tanimayotgan odamlar beryapti-da, bo'lmaydi o'tirish. Maqtayman, hozir maslahat beringlar, misol uchun yaxshi bayis beryapti, rekordi katta, professionalniy bayis, Alashmuroddan urishgan ekan, u daxuya bo'yladi urishgan ekan. Uni hech kim tanimaydi. O'zbekiston tanimaydi. Bunga tushuntir shu gapni, bu hali tushungan yo'q. Tushundim men, tushundim. Sen buni raqib tanlashga haqqi yo'q bo'lyapti, tushunyapsan? Buni bor-ku. Buni auditoriyas tanlashga bor, dina qo'ydi, biladi. 6-0 bilan ham urushamanmi degan jala. Men media bayisman degan, menga gandollarni ber, amin chiqaraman degan. Men degan biladi. Hinduman degan deb chiqib men media bayisman, sikaman, siz haqiqiy sportsmenlar bilan urishdim. Yetti kalti amini chiqaribdi 6-0 bola. Keyin seni ham so'kib chiqmaydi, bu gandona o'zida. Bizga ishonma, hozir yaxshi gapirganimizni ishonma, yutkazib qo'ysang, itni so'kish eshitasan. Biz bunaqa o'tirganmiz, ishonma, itni so'kamiz sizlar. Bu gandon bilan o'ta bilan TikTok ochib Instagram o'tirib, qo'tagan tirnomga qilmagan bu. Bizga ishonma, shuning uchun yaxshiroq bola bitta gandonni olib chiqib rasa ur, o'zing pulini to'lab bo'lsa ham. Samandar lekin yutkazib qo'ysang, birinchi o'rinda ikkalamiz so'kishni boshlaymiz, bilasana? Bilasan-ku. Bizlar ukam bunday ko'targanimizga qolmamiz oldimizda. Prosta yutqazib qo'ysang bizga ham kerak emas, biz ham so'kamiz. Pizda so'kamiz. Odilxon aka bo'lib mana 5 yil, 6 yildan beri yuradi biz bilan. Bizdan so'kish eshitadi, yutkazib qo'ysa. Odilxonni so'kamiz-ku. Yana ko'tar, yana aka bo'lib, zo'r urishni zib ko'ramiz, videoda sikamiz yana keyin. Bu gando. Bu non kabob biladi. Yo'qa. O'shaning uchun sen yaxshi bitta gandonni topib, o'shani ur. Qizig'i yo'q. 70 shu parajina bo'lsa bizga bor-ku. Muhimi yutuq kerak, qizig'i yo'q. Muhimi yutuq. 70 marta parajin olgan bo'lsa ham o'sha odamni olib ur. Bo'lmasam so'kamiz. Kuchlisdan tayoq yeb, mana bu yerda sharmanda bo'lib o'tirsang biz so'kamiz. Keyin Azzaga, Sardor aka, bilay ko'takansizlar desang ham ta'sir qilmaydi bizga. Biz sendan oldin ham ko'pchilik aytgan bu so'zni bizga. Biz chistamin chiqarib so'kamiz, bizga qizig'i yo'q. Biz Instagramda mana shunaqa so'kish uchun ochganmiz, mana shunaqa kalteganlarni. Odil akam ham sizga bordim, ruscha to'qinaverib. Odil aka, charchamadingizmi? Instagramda shu mana shu ashibga qilib yurgan odamlarni so'kishni ochib qo'yganmiz ikkalamiz ham. Yutsa maqtaymiz, yutqisa so'kamiz. Bizni uralmaydi ham, biz ursa yozib beramiz, qamattirib yuboramiz onangizga 70 yilga. Bizim to'plash olib uradigan bo'lsa, balo yo'qolib ketadi. Hammasini qamattirib yozib beramiz ustidan bilan. Biznes urishdi deymiz bilan 70 ta odam tepalab tashadi. Bizda nimada Samandar tayyor o'sha satrasina bo'ldik, qo'limiz sindik degan qog'oz tayyor, familiya otini kirgizib qo'ysak bo'ldi, tamom. Tayyor turadi o'sha. Shuning uchun kaltesing bo'lmaydi. Itni so'kish eshitasan. Ogohlantiryapmiz Samandar. Yana bir marta ogohlantiryapmiz.
Sochdan bo'lsa ham ushlab uraman. Sochdan bo'lsa ham. Когда здесь будет... Mikrofonni agar olib turib, yutkizib qo'yib, yana bir baloydi deb bahana qilsang, undan battar so'kamiz. Отравление bo'lib qoldim, kecha gemoroyim chiqib qoluvdi. Я тебя отправляю. Mansam qochib qoldi degan so'z bo'lmasin. Tashag'ida tishlab bo'lsa ham bir tuqum qilib chiqarib ol. Foydasi yo'q. Hali shoshmay tur, anavni yutkizishini kutib yuribman bittasini. Hali aytmaysizmi? Agar bitta yutkizib qo'ysang, shunaqa so'kaman. Kim bu? Ismini aytmay, hali bitta yutkizsin, hali u yosh bachchalar bilan urushib yuribdi-da. Mindayroqqa bir qo'yib, bir tayoqni zo'rini yesin. Shunaqa so'kaman. Kechalari borki, uxlasa tushlariga kirib, qulog'ini tagida ovozim ketmaydi. Ana shunday so'kaman. Uni ham kuni yetib kelyapti o'sha sekin-sekin. Xudo xolasa deb gapir. Xudo xolasa yutkazadi. Xudo xolasa. Такой будет. Xudo xolasa. O'sha kunlarda yaxshi niyat qilaveraylikchi. Non kabob hozir Gruziyada. Nima qilyapti u? Urushgani ketgan. Ye? Qanday? Rostdan, non kabob Gruziyada hozir. Gruziyada urushyapti hozir. Nimaga biz chiqmayapti bu? Nimaga bunaqa? Yashirincha solishyaptimi? Bilmasam, mana videosini ko'rib qoldim. Aka, Gruziyadaman, keling dedi menga. Я завтра улетаю в Катар. To'g'ri? Shunaqami Samandar? Rostdan. Катар, да. Утром улетаю. Потом Lekin Odilxon ham show biznes qilib oldi-da bu. Tayoq yesa ham chiqib urushyapti, pulni oyapti. Kalt yesa ham chiqyapti, pulni oyapti. non kabob 28 da mı? Non kabob menga qarorchi video tashlabdi. Aka, Gruziyaga keling, olib chiqing meni deb jangga. Odilxonni olib chiqib, Odilxon yutkizib qo'yib, o'sha sitkan ichida Odilxonni so'kib mikrofonni olib men buni nimaga olib keldim? Gruziyaga nima uchun keldim? Bu uchun keldimmi deb. Ikkalamiz o'sha joyda qirilishib Endi yutkizsa ham ekan, maytlari yorilib ketib urushaversa ekan, bular bunda voy bala deydi xalqam. Malades, yorilib ketsa ham solishdi deydi-da, pachaq bo'lib ketsa ham deydi. Da, lekin действительно aziz Odilxon ham lekin hozir aytganingda soqqaga uch bo'lib qoldi. Boradi, urishadi, yutishsa ham soqqani oladi, qaytadi, tamom. Rahmat aka deydi, $2000 kelaveradi. Shunday. Ola rozi bo'lsin sizlardan. Guldek hunarim bor ekan deydi, kelaveradi. Yana kim urushadi deydi. Почему рано? Lekin samandarni bitta qo'yishimiz kerak. Zo'r bo'laydi, bila. Rano надо рожать. Qo'yaylik, Odilxon bilan qo'yinglar mana shu. Кого рожать надо? Приезжай, я тебе покажу. Ikkalasini visi qanday, aziz? Odilxonga pul bersa mol bilan ham urushaveradi, uni qonni ochib ham. Bu ham po'xo'y, mol bilan ham urushaveradi bular. Pulini to'lasang bo'ldi, qizig'i yo'q bularga. Qanchaga urushasan ikkalang, urushsang? Menmi? Ha. Tekinga ham urib qo'yadi. Tekinga ham urib qo'yaman. Tekinga ham. Pul deb o'tirmayman. Tekinga ham urib qo'yaman non kabobni. Tekinga urib qo'yayotgan bo'lsang, qilishimiz kerak. O'rtaga bir az bir 2000 qo'yamiz. Ha, mana men ham qo'yaman, agar urishadigan bo'lsa, men ham pul tikaman. Sen ham tikasan. Zalda ham oddiy bir sparingga ham urishib qo'yaveraman. Bu xalq ko'rish kerak-da. Odamlarga interesdan bo'lsa, mayli, o'g'a, muammo yo'q. Men bir narsa aytayim, Odilxon hayot turishmaydi u bilan. Urushmaydi, ha? Odilxon tan oldi o'zi. Я тоже пойду сейчас спать. У меня зарядка села. Все. Xayriyati aka. O'chiring efiri, zaryadka sel bo'ldimi? Bye-bye. Odilxon
Хорошо, хорошо. Odilxonda ham zatni yo'q, solishaveradi. Yutkizsa, yutkizmasa farqi yo'q, urishaveradi-yu. Lekin bilmayman. Bilib turib ko'proq pul so'raydi u. Ular vaqt kerak. Menga qara, necha pulga urishadi shu Odilxon bitta jangida necha pul oladi? Son kerak. Olsa kerak $1,000,000. Ha? Necha pul? Ayollarimizni olmasa. $1,000? O'rta og'alar sog'liq. $1,000? Zaryadka mulk Sardor, 15 Oh. qon. eshityapsanmi? Qo'ymagandim. Qancha dedi? Yarilda yuradi u, va internetga chiqib. Mana bu $1,000 olsa kerak deyapti. Achko ishlash uchun aytaveradi uni, og'a, mana men ichiga kirganimdan keyin sistema ana bu ichiga kirganimdan keyin bilyapman kim bo'ladi. Sen qancha olding? Sen qancha olding ana o'tgandagi zo'r urishganing uchun? Men 1000 oldim. Odilxon necha pul oldi deb o'ylaysiz? $1,000 Ha? Undan ko'ra, aziz. Men qurilish qilyapman, jalab hamma sportsmen shu media baysdan olib kelmaysanmi? Bu yerda ishlamaysizlar, 3-4 ming pul olasizlar, ey. Amandar? Bitta chekaylik Sardor. Bitta yo'q. Men nok chekyapman. Sigaret tashladim. $1,000 bilet. Ne stoyt, ha? Nimaga menga 3,000 beraman deyapti, alashib aytmasa? Aziz, sen populyarnisan-da. Popularni ya. Seni litsoying bor. Men chiqib qo'ysam bormi? Men pachkasiz chiqmayman ayog'larga. Kamida. Birinchim bo'lami, yarminchi jangim bo'lami? Ana erkakdan Marsel urushyapti. Marsel $50,000 ham yutqazsa ham. Nech pul? 50,000. Voy, mana u jizzet onasini ko'rtigasiga, mana u jizzet. Endi 3,000 ga qo'tab urishamiz bilan. Mana u 70,000, 50,000 desek, bilat sal jizzilladi janab. Sigaret chekib, chiqib urushaman men janab. Sigaret chekib, kep qilib, Kulachkada. lekin Samandar ham ilashib oldi bir bola qilib. Endi bu Tailandga ketaman deb sikiyapti endi bu bilan. Tailandga ketaman deydi bilan. Tailandda necha pul beradi bitta bo'yinga? $200 berar ekan xolos. Tailandda prosta kuniga ursang bo'ladi-da, sastayning bo'lsa. Siz kelib ketasan, bir u dunyoga ham borsang, hayotda nima ish qildingiz? Ertabdan kechgacha urishdim demaysan-ku. U dunyosini o'ylagan odam chiqib urishmaydi. Shuni urishaversin biladi. Instagramda sotib olgan ekanman. Meni mana o'zim ikkinchi telefondan kirib, listat qilsam faqat o'zim chiqaman, Ha? Haligi bizdagi videomi hozir ko'rsatgan? Вообще dahshat bo'lgan, ha. Chotki bo'ladi, kesing, vodiga kelasan yana bir mehmon qilamiz, maza qilib. Boraman nasib bo'lsa. 1 millionga chiqsam boraman deb video joyladim. Endi ko'ramiz, necha kunda 1 millionga chiqayganmiz. 1 millionga chiqsang, qayerga borasan? O'zbekistonga. Men 500 mingga chiqay, men nimaga boraman? Anondaqaga. Hindistonga. Nima qilasan Hindistonda? Shohruxxonni ko'rib, hali bratishkalar Shohruxxonni ko'rgani ketib
Shular ham to'ydirib yubordi, bir so'kaymikan deyapman. Shohruxxonni ham bir qiladigan ishi yo'qmi? Shohruxxonni ham ko'rgani borami? To'g'ri. Ko'rgan bo'lsa ham mayli-da, ko'rmaganda shular Shohruxxon, to'g'risida. Shohruxxon jalab Messini mensimayapti-ku. Bunday qilib bilan Messini bunday qilib. Bala u Shohruxxonlar bilan qaza kitobdek odamda ular, ey. Ularga Xudoyim shunaqa mashg'uldi. Messilarni bir tengilmayapti, Messilarni. Voy bilad. Birinchi o'rinda turar ekan pul bo'yicha, bilad, dunyo bo'yicha bilad. Har 10 kunda chiqadi dedim, mana deyapti. Ha, bir oyda Eshigintaydi odamlarni qarab, bilad. Eshigintaydi odamlar, ertapdan kechgacha odamlar turar ekan, ey. Og'a bir yerdan Toshkentdan bir choyxona ochadi. Normal gangster choyxona, nimadir choyxona. ochamiz. Tavba qildim, haqiqatan ham, rostdan ham, Malades, Instagramdagi blogerlar, oddiy xalq duo qilib videolar qo'yibsizlar, endi ko'ryapman. Instagramga listat qilmadim video. Mana endi ko'ryapman. Malades. Brat, от души. Va shunaqalar ko'p gapirib video qo'yapti mana shuni. Gap yo'q, akalar, jonlaring sog' bo'lsin. Men Instagramga kirganim yo'q o'sha 2 kundan beri. Ehsondan beri hali endi kiryapman mana, endi ko'ryapman. Qanday kim nima qo'yyapti. Meni hali o'zim qo'yganim yo'q. Tojikistonlik blogerlar ko'p gapirib qo'yapti mana shunaqa video. Malades. Gap yo'q. Tojikistonda ham ancha populyarni bo'lding yana ham, Tojikistonda ham. Gap yo'q, rahmat. Sardor bilan Tojikistonga borganimizda ham hali videomiz rosa pikka chiqqan edi ekan. Qana marujnisan gandon deb. De parkdan o'tib ketyapmiz, hamma qaretda qana marujnisan gandon deyapti, bir-biriga qarab. Odamlar. Rosa pikka bo'ldi o'sha. Sardor, men bunaqa marujna yemayman deydi. Bunga qarab. Qanaqa marujnisan gandon diyor. Yomon ketgan. Rahmat. O'zbeklar ham bormi u yerda? Qayerda? Qo'li yomon yumshoq ekan qizni. Ko'rsatchi biz ham bir o'zamiz. Hozir yoningizda. Uga qayerda bilmayman. Tikilib qarab turibdi. Mana yonboshda qiz qichiq qilyapti 1 soatdan beri. Qani? Turkmi? Ha. Og'a bir choyxona. To'yxona? Choyxona nima qilasan, sport qil, ukajon, ochaveramiz. To'xtab qo'yganimiz yo'q-ku hali, Endi bu ham turadi deyman-da. Choyxonani yurgizsang zo'r omali. To'lib ketibdi Instagramda videolar, Malades. Men hali kirib o'zim qo'yganim yo'q. Odamlar to'ldirib yuborishdi. Mana. Ha, chiqdimi? Mana qara, Aziz. Yurib bo'lmaydi, qara. Tanimayman bu opalarni. O'pib olyapti ko'rib. Qarochi, nimaga chiqdik haligi? Qayta Jizzaxga borodikmi? Surxondaryoga. Surxondaryoga bordik, Samandar. Ha. Bitta oshxonaga, bitta restoranga kirsak, katta restoran ekan, bila odam bitiruv kechasi bo'yab turgan ekan. Odam daxuya. Qizlar, bolalar kirib o'tirdik.
Hamma spokойно o'tiribdi, kirdik endi, hamma qarayapti, bir chekkaga kirib o'tirdik, bekitib o'tiribmiz. Keyin ovqatlandikda tashqariga bitta chiqsak, bile hali o'tirganlar hammasi chiqib olibdi bor-ku. Odam yo'lni bo'yigacha odam bo'lib ketgan. Xuyo odam. Naval odam bilan. Samandar, Oh. akang O'zbekistonda manaman degan artsing, manaman degan sportsmenlaringdan mashhur. Hamma biladi-yu, taniydi. Ya o'zi ko'chada yurishlarimda azdan so'rasang aytadi qanday yurganmiz. Yurib bo'lmay, yurib. Ana Ha, bilan biz- so'rab video chiqib qoldi-da, qanaqadir miplarmidi, qanaqadir mashinaga mindirib olib ketaman degan joyda mashinaga tiqib olib ketmoqchi bo'lganmi? Shunaqa video. Solishib qo'yganman o'sha payt. Nima bo'lgan? Unga daxoy bo'lgan. Urishib qo'yganman o'sha payt xodimlar. Melisa shunday ushlaysa, "Yo, kastimim qimmat turadi" deb ba'zi. Kastimim deydi, bilad, qimmat turadi, qo'lingda ol deydi, voy bilad. Yaxshimi? Ko'rganim yo'q. Mana bu TikTokga kiraman-ku, TikTokda 350 odam, 300 odam o'tiradi-da, Instagramga kirmaydi-da, unaqa. Men bilmas ekanman, savdo mashinadan ko'ramiz jalar. Men bilmas ekanman. Yana ham men ochganim yo'q, savdo vahshiy ochganim yo'q. Onasidan ham. Sardorova, bitta savolda, mana TikTok ochdingiz-ku, qancha yil ochgansiz birinchi marta? 2018. 11.145 ming. TikTokdan birinchi marta ishlab topgan pulingiz necha pul bo'lgan o'sha payt? $120,000. Birinchi marta. 3 oyda, ha. 3 oyda. Eng katta pulni necha pul ishlagansan, eng katta pul. Bitta batildami? Yo'q, ana shu TikTok Yo'q, bitta batilda mana men ham ishlaganimda aytaman, bitta batilda qancha ishlaganimni aytaman. Necha pul ishladim eng kattasi? 5 minutda bitta batildami? Endi o'sha bir kunda, bir kunlikda. Yo'q, tugat. emas, bir dona batilda $75,000 ishlaganman. Men 75 ming normal. Men eng katta ishlaganim 113 million ishlabman. Eng katta o'sha bitta batil 113 million. 10 mingda u. Ha, 10 ming. Bitta batilda let 9 ishlaganman birdan, bitta 5 minutda. Samandar bilad, bo'g'ilasan, biz bilan yursang siqilasan, Samandar bilad, biznes bo'g'ilasan. Yo'q, mana bunaqada endi sizlarga Alloh shu tarafdan sizlarga rizq beryapti, va sizlarning yo'nalishlaring shuda. Mana shunaqa yo'nalishda, mana shu stilda sizlarga Xudo mana shunaqa ataganini beryapti-da. Mana shunaqa, hammani o'zini yo'nalishida rizqini beradi. O'sha katta batilda 7,5 million shot bo'lgan-ku aziz, eslaysan? Zamira. Bilaman. Zamira bilan pizdes bo'lgan o'shanda, voy bilad. Mana shu TikTokni ochganlaringizdan beri eng mazza qilib boradigan pul, mana shu hayotimda eng zo'r katta pul bo'ldi degan pullaringiz qaysi bo'lgan? Aytyapti. Zo'r, mana men eng katta pul topganim o'sha 12 mil 120 milliondan, 120 million topdim o'sha bir kunda. Sardor 70 qancha ming dollar deyapti-yu. Endi Sardorda auditoriyasi pizdes-ku, jalab. Anu, opa bor-ku, Sardorovani bor-ku. Kecha kimgadir ehson qildirdingiz, o'sha paytda $65,000 tushdi dedi-yu. 53 tushdi, 53 ming yig'ildi. 53 ming. $65,000 dedimi? 53 ming dollar, 53 ming. $53,000 ha? Nisbadan kel, yazini ber.
Musayev. Nechi pul deydi? Kalkulyatorga solsanglar bilasizlar. Shapkasiga yedirib o'tiribman. Zeriktirmading. Ko'payib ketdi. Meni ko'taryapti qara. Ya, men prezident qilmayman, aka xafa bo'lmang. Siz do'st bo'ling. Shuhrat Musayev ham yaxshi. Odil aka galeriya to'ldiryaptilar deydi. Galeriyaga sher kelib qoldi. Galereyada sher bo'lib qoldik-ku. Yaxshi odam. O'tib ketdimi? Shuhrat Musayev Ha. TikTokda. Facebookdan. Adamga tashlama. Ertaga anoli gapirib chiqadi. Shuhratni sotib oldi shekilli bu deb. Aytaman, ham Instagramda ko'rinmay qoldi. Kechirim so'rasa boshqa qilsa unaqa narsani ko'pchilik tushunmaydi. Akangizga yozing, mana yoz. Suvmi o'g'il? Og'alar men chiqaman mayli sizlarga. Ham o'chiramiz. Men ham o'chiraman. Biz TikTokka kiramiz, TikTokka. 7 ga nasib bo'lsa efirda ko'rishamiz, ha Aziz? Xudoga ertaga kiraman mana. Menga qara, bitta shanba kuni bitta anular, bitta ushi bilan bitta solaylik. Bo'ldi. 7 ga shanbami farqi yo'q. Qachon biz tashkillar, men готов, любой время. Ha, men sekin Rafani ushayman biladi, romantik ushayman. Ikkovini 2-2 bir bosaylik. Tamam. Bir show qilaylik, jalab odamlar g'iybatdan zerikdi, jalab show qilamiz, bo'ldi jalab. Bo'ldi. G'iybat ertadan qaytamiz sport. jalab. Soqatayim Ertadan sportga qilish qaytamiz. soqatayim. Instagramdagi bizani kuzatuvchilarimiz, bizani podpischiklarimiz, zritellar